Cinim! Cinim! Voy bu nima qaytib qolinglar? O'zlaring uyga kelsanmi? Do'klan qilib qo'yishim kerakmi, jinim? Bu mayyoqchasinish quturma yeb o'tladingmi, jinim? Shu akaga yolg'iz o'tirib, shuni nima ishim qolmay shunday ekandim. Hayrat, sizni tanishib qiliblar, tamoq yeyib ketganda deb qo'yib qolsinlar. Shu jinim. Bu tamoq yeb olganki boshqa o'ynag'illarimiz deydi. Bilisizlar, meni onun tomoshaga xo'sham bo'lmasa, uning ustiga men sizlarga ko'ngil bilmayman. Sizlar har vaqt böyle yolg'iz o'yning ishlarini hammasi o'zal qilib tuydiryapsizlar. Shu men bu tamoq yeb olma, aldiroq yenib kelay deb yenib keldim, jinim. Voy bu jinim nima uchun chiqmasa keldinglar? Shu jinim. Shu silmişdan nayap o'tirib qolmisiz deb, o'qishda tamoq yeb deb, to'g'dim bir talak keldim. Aniki men yangi yo'q keldim. Men saylan og'ash keldim. Siz o'qishda bir dabanch ko'rib keldim. Aniki so'rg'im o shokolat kamp tizibga. Men bilisizlar shokolat kampdan yemegandan sizga shokolat kamp taqib keldim, jinim. Voy jinim, buni narsani so'rga ko'tirib kelsin, boshqasini zanli qatlamdi. Voy jinim, bu zanli qiz qilaversin. Ishqob shokolat kampga silama har qanday narsaman, har qanday so'rindan ko'tirib qilishga har qiz xijil olmayman. E'lon men yalla, aniki birdan aramon deb turlar. Mana men saykoy tadlarni emish. Go'shtlarni o'qishtirib, to'qlarimiz qilib berma. Qo'saq oshqada huzurlab yeymiz. Az bilan tuting jinim, ha? Ma'qul jinim.
Canım atamak da ya oldu. Uygunluk da ya olunla. Oh, çıkan soğuklarımız geldi. Tamam, ısırdı bir yavrum var dedim. Bakla canım. Qaraqla dedim, quruq naygəndən daha bənci insansal huzur olduğanda heç olmasa daha bənciniki bundan artıq bir tal təmi var. Qanaq təmi ordu? Nemenin təmi oldu? Muhabbetning təmi dedim. Sizga yetmagan har bir tamaqımda sizga bo'lgan chunqur muhabbetim bor. Nemish qilsangiz shunchalik yaxshi ko'rganligimni bilamsizlar. Nimishqa canım? Chunki hech kimimiz bir umr bir yashaydigan odam. Hargiz oraliqda sepdan tushib qoldiganlar emas. Uning ustiga sizlar shunday chiroyli, umoq, mehribon bir ayolimni aram bir xotinlik og'a vaqtmanda sizni albatta shunchalik suyma, sizni asrayman, sizga kuyunima, sizni olqinimda e'tiborlayman. Agar kunlardan birida sizga yaxshi muomala qilsam, siz meni xafa bo'lib qolsangiz, ranjib qolsangiz, agar meni tashlab ketsangiz, o'ylab boqing. Men uni chidamdim. Men albatta tugishmandan shunami jinim. Hay rahmat canım. Rahmat deyish ketmaydi jinim. Biz to'g'ri shuncha yillardan buyon shuna bir qoida tushundimki, bir ervo'g'ichi shu ayolni asrasa, so'ysa, kuyunsa, ana shu ayolni xush qiladigan vaqtida, anikin shu bir oila kishini xushal bo'lalaydigan, bir oila kishini inoq o'talaydigan, bir oila kishini kulalaydigan. Ayolimizni kuldiramizak, bizning oilamiz butun oila kulanmaydigan. Shunga har vaqt sen kuldirishga tirishmay jinim. Baba kuyunuslar bu canım verin. Her az ciğerimi sıkıp tutu da dolan yeni mal kuyunumda diye da böyle korktu. Yenisini ziyafet tamam. Xotirjam bo'linglar jinim. Men bu shu Shinjongdagi danglik shirkatlardan biri bo'lgan Nurbay shirkatidagi jigirim uyqu go'rida setib oldim. Bu mahsulotlar ro'nlaq deb qolsa, jigarning issig'ini qaytarish, qondagi jigarga mayni serish, bo'lmasa jigarningki butun badanniki haroratini tangshash, umumiy badanni tangshash, bo'lmasa uyquni yaxshilash qatorliq nurg'ulgan rol bor ekan. Yaqin yoq ichyaptimi? Jigarim shunchalik yaxshilanib ketdi. Xotirjam qo'rqmay turib, qo'rg'on tabaqlarni gelaydigan bo'ldim jinim. Vaynimdan yaxshi canım. Telefonumu alatlarına kilaqatın meslekim ben de saldırıp yeni saldırma edip ağırıp şunala onun ustiga qalğım deb qo'yay. Bundan yaxshi narsalar deb qoldi yana. 135 65 80 46 46 degan nomerni undar qachilab yoki telefon qilib aloqalaysa, bevos mush mahsulotni seta olalayotgan shunaqla bevos mush shirkatning lideri bilan aloqalasha oladigan jinim. Margo shunda yumshoq pishibdi. Ko'rishinglar jinim.